Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 19-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishida tuman hokimligi mas'ullari, tashkilot va idoralar rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, mahalla yettiligi vakillari, tadbirkorlar ishtirok etdilar. Sessiya kun tartibiga Quva tumanining 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini tasdiqlash, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi qarori ijrosini ta'minlash masalalari kiritildi. Ushbu qarorga muvofiq 2026-yilda xizmat ko'rsatish va turizm sohasini jadal rivojlantirish, aholi uchun qulay muhit yaratish hamda tadbirkorlik faolligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi atroflicha muhokama qilindi. Davlatimiz rahbarining qarori bo'yicha tumanning 2025-2027 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha alohida dastur ham ishlab chiqilib, ajratib berilgan 70 milliard so'm mablag'ni avvalo tumanda sanoatni rivojlantirish, yangi investitsiya imkoniyatlarini yaratish, ayniqsa turizmni rivojlantirishga yo'naltirilmoqda. 2026-yilda Quva tumanini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha muhim maqsadli ko'rsatkichlar ham belgilab olindi. Jumladan, sanoat mahsulotlari hajmini 1 trillion 224 milliard so'mga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, o'sish sur'ati 115% ni tashkil qiladi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsuloti hajmi 4.2 million so'm bo'lishi ko'zda tutilgan. Xizmatlar sohasida esa 1 trillion 740 milliard so'm hajmga chiqish, ya'ni 120.3% ga o'sishga erishish rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich aholi jon boshiga 6 million so'mni tashkil etadi. Shu bilan birga mazkur qaror asosida tanlab olingan O'raboshi va Katta Dehqonobod mahallalarida yangi O'zbekiston qiyofasini shakllantirishga qaratilgan manzilli dasturlar ham atroflicha ko'rib chiqildi. Ushbu mahallalarda infratuzilmani yaxshilash, xizmat ko'rsatish obyektlarini ko'paytirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash hamda hududlarni zamonaviy talablar asosida obodonlashtirish chora-tadbirlari belgilangan. Sessiya davomida mas'ul rahbarlar tomonidan 2026-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan aniq loyihalar, moliyalashtirish manbalari va kutilayotgan natijalar yuzasidan axborotlar berildi. Xususan, yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmat ko'rsatish va turizm obyektlarini tashkil etish, mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan vazifalar ham belgilab olindi. Muhokamalar jarayonida deputatlar tomonidan dasturlarning samaradorligini ta'minlash, ijrosini qat'iy nazoratga olish va har bir mahalla kesimida manzilli ishlash yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi. Sessiya yakunida ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.